xabaringlar bor. Shaharda yaqin yillarda 8 ballik, 10 ballik tirbandliklar bo'lyapti. U yo'ldan yuring, bu yo'ldan yuring, u yoq tirband, bu yoq tirband deb. Endi shunaqa yo'llarda osongina, kamroq stress bilan qiynalmasdan o'tib ketish uchun qanaqa mashina bor degan savol tug'ilishi mumkin, a? Bitta bor shunaqasi. Mana Geely Xiaomi Panda Mini degan mashinasi. Buni tashqi turishini qaranglar. Haqiqatdan ham yoqimtoy. Bo'zakka o'xshaydi yoki babachaqqa o'xshaydi bor. Bunday qaraganinglarda, "Voy, yo'l berib qo'ya qolay shu mashinaga" deydigan mashinada bor. Juda ham yoqimtoy va ajoyib qanaqadir issiqlik bilan qabul qilinadigan. Mana shunday qisib qo'ydi-da sizni. Shunday oldiga o'tib, "Kim ekan bu?" deb bunday qaraydigan bo'lsangiz, uzr so'rab turgan mashinaga o'xshaydi bor. Bugungi videomizda shu mashina birinchi bo'lim narxi, buni narxi 11.500. Texnik ma'lumotlari to'liq quvvatda 200 km masofa bosib o'tadi. Plus minuslarini sanab o'tamiz. Mana ochiq turibdi. Nimadir ilashib buzilib ketsa yomon bo'lishi mumkin. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Ketdik. Endi eng qiziq savollardan bittasi bu mashinaning narxi, babachaqni, qo'zichoqni narxi. Xullas, buni narxi 11.500. Bu o'zini versiyasidagi eng yuqori versiyasi hisoblanmaydi. Bundan yuqoriroq versiyasi bor. Bu o'sha yuqoridan bitta pastkisi hisoblanadi. Buni narxi 11.500. Juda ham ajoyib narx. Pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi mashinani texnik ma'lumotlariga yuzlanamiz. Ko'rishingiz mumkin, oldini ochib qo'ydim. Xo'p, bu mashinada 17,5 kilovatlik litiy temir fosfat batareyalar bilan jihozlangan. Mashina to'liq quvvatda 200 km masofa bosib o'tadi. Mashinada bitta elektromotor bor, 30 kilovatlik. Mashinaning og'irligi 815, odamlar bilan 1 tonna 120 kilo bo'ladi va 0 dan 50 gacha 7 sekundda, 0 dan 100 gacha bilmadim qancha sekundda tezlasha oladi. Shunaqa bir ajoyib ko'rsatkichlarga ega. Joylarni ko'rsatishim mumkin sizlarga. Oldida ham deyarli himoya yaxshi qilingan. Suv sepadigan joylarni mana bu joydan almashtirsanglar bo'lar ekan. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi tashqi dizaynni ko'rib chiqamiz. Endi tashqi dizayn haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, boya aytib o'tdim, mashina juda ham yoqimtoy. Haqiqatdan ham bu xitoyliklar pandasiga o'xshar ekan. Har doim kulib, ma'yus ko'zlari bilan qarab turganga o'xshaydi bor-ku. Mana kunduzgi yoritqich chiroqlari mana yonida, uzoqni va yaqinni yoritadigan chiroqlari o'rtasida joylashgan. Xo'p. Aytib o'tishim kerak, bu mashinani rang-barangligi juda ham ko'p. Hammasini rangini qoldiraman. Qizil, ko'k, yana qanaqadir tuning qilingan ranglari ham bor ekanmi. Odam ko'zga yorqin tashlanib turadigan juda ham ajoyib dizaynlardan foydalangan ekan, yorqin ranglardan foydalangan ekan. Qaranglar. Markazda Xiaomi degan yozuvi, buni ichida esa quvvatlash porti bor, sekini bor, tezi bor. Bunaqa kichkina ko'rinishdagi mashinalarda bu juda ham yaxshi tez quvvatlash portini borligi. Batareyasi kichkina, ba'zida qo'ymasligi mumkin-da. Kichkina quvvatlash porti qo'yib qo'yish mumkin. Bunda bor. Endi 10% dan 80% gacha yarim soatda quvvatlab olsanglar bo'ladi. Endi sizlarga tushunishinglar uchun mashinaning uzunligi 3 metr, g'ildirak bazasi 2 metr hisoblanadi. Bunaqa mayda tipdagi elektromobillar uchun juda ham yaxshi. Endi g'ildiraklariga e'tibor beraylik. Yon tarafga o'tganda g'ildiraklari bor. 13 radiusli ajoyibgina qalpoqlarni kiydirib qo'ygan. Juda ham o'ziga yarashib turibdi. Mana ichlari himoyalangan ekan. Qaranglar, bunaqa ovoz chiqarmasligi uchun himoya qilingan. Xo'p, sekin astalik bilan bu yoqqa yuradigan bo'lsak, xo'p, plastmassadan foydalangan yon oynaklari bor. Buni qo'lda to'g'rilashinglar kerak bo'ladi. Sozlanadi, qo'lda sozlanadi. Eshikni ochib yopish tizimi oddiygina qilingan. Faqat bir dona eshik. Shu yon tarafda oynagi bor. Qanaqadir, endi orqa tarafga o'tadigan bo'lsak, Xiaomi yozuvi. Orqa tarafdan ham qanaqadir yoqimtoygina, kichkinagina. Mana o'sha Panda Mini belgisi. Juda ham ajoyib. Orqaga o'tganda qaranglar, sensori bor ekan. Yuqoriroq pozitsiyasida kamerasi ham bor bo'ladi. Orqada sensori bor. Har holda o'zi kichkina mashinalar uchun unchalik muhim emas, lekin
orqa sensorlarining borligi bu plyus hisoblanadi. Orqasiga keldik endi. Nima yana qo'shimcha qilish mumkin? Yuk ochish yukxonasi. Mana tugmachani bossangiz ochilar ekan. Kichkinagina. Lekin mana shu temirni tashqariga juda ham bo'rtirib chiqarib qo'yibdi. Ehtiyot bo'lmasanglar, har safar mashinaga urilganlarida sochinglarni ilib qoladi. Qars qilib. Chunki mana bo'yim nochada bari yurganda dirs tegadi. G'urra bo'ladi. Engashib yurishinglar kerak bo'ladi hamisha. Hop, 65 litr ekan, mana. Kichkinagina joy. Endi buni tushiradigan bo'lsak 800 litr deb aytilgan. Mana. Qaranglar. Yetarlicha joy bor. Endi ishga borib kelib nima korzinkaga kirib mayda chuyda olsangiz mana shu joyga sig'adi, lekin to'g'ri. Nimalardir solib yursa bo'ladi. Ajoyib qilingan ekan. Buni off-road versiyasiga o'xshatib qo'ygani ham bor. G-Tower T2 mi? Shunga o'xshaydigan mana yonlarida navronlari bor. Mana oldilarida plastmassa elementlari bor, ana oldilariga chiqarib qo'ygan. Juda ham dizayn tomonlama juda ham keng qamrovli yondashilgan ekan, chunki bu mashina Xitoyda oyiga 30 mingta shunaqa ko'p miqdorda sotiladigan mashina hisoblanar ekan. Yoqimtoyligi uchun Xitoylar bilasizlar, o'zi kichkinagina bo'ladi. Ko'pi uylangan bo'ladi yoki uylanmagan bo'ladi. Ishga borib kelsa bo'ldi ular uchun. Shu sababli ham bu mashina u yoqda juda ham ommalashgan. Yoniga bitta odam o'tkazadi, nari borsa orqasiga bitta bolasini o'tkazadi. Bo'ldi, shu bilan ishga borib kelib yuraveradi. Uyning ichida ana qiladi, quvvatlaydi. Shu bilan yuraveradi. Qaranglar. Klinisi ham ancha-muncha balangina ekan. Yozib ketaman videoda. Biz shahar yo'llari uchun juda ham zo'r. Ajoyib. Endi ichki dizaynga o'tamiz. Xo'p, eshigi odatiy tarzda, lekin eshigini kattaligi juda ham keng. Mana qarab turib ko'rishinglar mumkin. Oddiy mashinalarning eshigidan ham sal kengroqqa o'xshar ekan, bor. Mana eshigini ochib qo'ysangiz, uzoqdan qarasangiz mashinaning yarmi deydi, bor. Mana qaranglar. Shalpon quloqqa o'xshaydi. Juda ham ajoyib qilingan. Xo'p, endi juda ham anaqa arzon bo'lganligi uchun bu joylari, hamma joylari qattiq plastmassa mana. Hamma joylari qattiq plastmassa. Oynani qanaqa qilib tushiramiz? Oynani ham qo'lda tushiradimi deyishlar mumkin, lekin oynagimiz qo'lda tushmaydi. E'tiboringlar uchun mana bu joyda oynaga ochib yopish tizimi joylashgan. Bu yoqda uzatmalar qutisi, bu yoqda haqiqiy hammamizga tanish bo'lgan qo'l tormozi. Mana bu joyga kalt qo'yib qo'yasiz. Orqada esa 12 volt 120 vatlik sigaretlarni tutashtirish uchun joy bor. Xo'p. Endi rul tizimi pastroqga tushadigan bo'lsak, hop, mana chiroqni baland-past qilish, keyin mana bu anaqa qancha masofa bosib o'tganingiz, bu birato'la tokdan uzib qo'yish, bundan tashqari drive mode. Nima deyishinglar mumkin. Bunda ikkita drive mode bor, sport rejimi bor. Bu rejimda mashina shu 100 km/soat tezlikkacha chiqa oladi. Agar normal rejimiga qo'yadigan bo'lsanglar, 80 km/soat tezlikda harakatlanadi. Hozir normalda turibdi, e'tibor berishingiz mumkin. Agar buni bosadigan bo'lsam, sportga o'tadi. Mana eshik ochiq tursa, qaysi tarafda eshik ochiqligini ko'rsatyapti. Endi o'tiramiz. O'tirganimizda ham joylashib oldim. Hop. Shu mana bu joyda kattagina joy bor. Ki aytib o'tishim kerak, bu mashinani Xitoyda saytlaridan olsanglar juda ham ko'p narsalar bilan ko'paytirsanglar bo'ladi. Kichkina qulayliklar bilan aytmoqchi bo'lganim, mana bu joyga narsa qo'yib, usti yopiladigan, ochiladigan joy qilib olsanglar bo'lar ekan. Mana bu joyda, bu joyda ham qo'linglar qo'yib ketadigan joy qilib olsanglar ham bo'ladi mana bu joyda. Xo'p, bu yoqda chiroqlarni boshqarasizlar, bu yoqda shu oynagini artish tizimi, suv sepish tizimi, markazda esa haydovchi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar ko'rsatib turgan kichkinagina ekrancha bor. Yuqoriroq pozitsiyalarda esa mana bu joyda ekran bo'ladi. 8 dyumli. Shu bluetoothlarni ulab olib harakatlansanglar bo'ladi. Va yuqoriroq pozitsiyalarida mana bu joyda katta panoramik oynagi bo'ladi. Bundan tashqari orqada kamerasi bo'ladi. Hozir bunda yo'q. Pastroq pozitsiyasi bo'lganligi uchun. Rul tizimi ham plastmassa, oddiygina.
Bo'ldi. Endi bu yoqda nima bor? Bu yoqda konditsionerimiz bor. Ishlaydi. E'tibor berdim. Mana bu bilasizlar, havoni ichida aylanib, tashqaridan havo kirgizmaydi. Bosganda haqiqatdan ham ochilib yopilyapti nimadir. Mana. Sizlarga eshitilmasligi mumkin, lekin o'zim eshitib ko'rdim. Mana konditsioner tizimi bor. Kerakli tizimlar bilan jihozlangan. Buni eshikni yopamiz. Joy keng, lekin bu yerda ikkita ho'kizdek odam bemalol sig'adi. Endi vaqtni ham ko'rsatib turibdi. Mana vaqtni ham ko'rsatib turibdi. Buni sozlasa ham bo'lsa kerak. Endi orqaga o'tib, orqadagi joyni ko'rsataman. Endi bu 4 kishilik deyilganda, mana orqaga o'tish uchun tortsak, mana oldiga tushar ekan. Mana orqaga o'tdim. Xo'p. Orqaga o'tdim. Hozir kutib turasizlar endi ozgina. Mana buni tortamiz. Oldi o'rindiq o'zimga sozlangan. Oyog'im tegib turibdi. Bo'yim 183. Ana 10 kilometrcha yura olaman, 12 kilometrgacha ishga borib kela olaman. Bemalol muammo yo'q. Bundan tashqari kamar bilan jihozlangan ekan orqa yo'lovchilar uchun. To'g'rimi? Va yosh bolalar uchun Isofix tizimi ham qoldirib ketilgandan mana. Bitta yomon tarafi, buni maytni chiqarib qo'yganligi uchun mana bu joyda tashqaridagi bo'layotgan voqealarni ko'ra olmas ekanman. Agar yoshlar o'tirgan bo'lsa va katta odam o'tirgan bo'lsa, bemalol ko'rsa bo'ladi. Xo'p, shu minuslari shu. Minuslari. Keyin bo'ldi, shunaqa. Mana buni tortar ekansiz, voy, vahima bilan tushar ekan mana. Ketib. Bo'ldi, tushda ham sal oldiroqqa bitta surlasiz, oyog'ingizni chiqarib, pastga qo'yib, yelkangiz mana joyiga urib tushib olar ekansiz. Bo'ldi. Nima ham deyish mumkin? Kichkinagina, soddagina mashina, lekin eshigini kattaligini qaranglar, ochilganini. Endi tez drive boshlash arafasidaman. Mana bu yon oynalar katta. Ana mana shu bo'ldi. Damasga o'xshaydi. Bo'ldi, mana shu oldi qopqoqda o'sha yeri uje oxirgi joyimiz. Bo'ldi, shu bilan ketaveramiz. Xo'p, kamarni tortamiz. Bu kamar ham yo'lovchiga, ham haydovchiga ekanda bu. Qaysi tarafda bo'sh odam o'tirgan bo'lsa, o'shunga beriladi kamar. 4 odamga 2ta kamar. Orqadagi odamlar uchun, orqadagi odamlar uchun orqada ekan. Mana kamarlar. Adashib ketishimga sal qoldi. Xo'p, uzatmalar qutisi D'ga qo'yamiz. Yonda. Mana. Qo'lto'nimizdan chiqardim. Sekin harakatni boshlaymiz endi. Ketdik. Ovoz bilan yurar ekan. Xo'p. Endi tasavvur qilinglar, masjiddan burilib olishim kerak. Buni voy, ovozi sal balandroq ekan. Tushirish iloji yo'qmi? Mana joydan aylanib olyapman, qaranglar mana. Bundan asosiy maqsad shu tor joydan unumli foydalanib harakatimizni davom ettirishimiz kerak-da. Bizdan talab qilinadigan maqsad shu. Hop. O'ngga yuramiz. Mana bunaqa joylarda ham, yo'lning yuzidagi joylarda ham joylashtirish qulay, ya'ni parkovka qilish. Mana Sigul kelyapti. Buni endi Sigulda juda ham ko'p imkoniyatlar, narxi ham shunga yarasha qimmat. Bu endi sun'iy bo'ttirishlardan ham yaxshi o'tyapmiz. Harakat ajoyib, lekin hammaning e'tiboriga tushyapman. Nimagadir bor, hamma bir yuzida iliqlik bilan qarayapti, bor, har safar. Voy, burilib olishga qaranglar. Burilib bu qatorga o'tib oldim. Tezlanish ham yomon emas. Tezlanish ham yomon emas. Mana sun'iy bo'rtirishlardan o'tyapman. To'xtash ham yomon emas. Sakratib o'tib ketdi. Ajoyib. Nima deyishim mumkin endi? Bu endi bunaqa arzon mashinalar. Kayfiyat ulaydigan mashina ekan, bilaman men. Shunaqa bu oilada er xotin bo'lsa, erida boshqa mashina bo'lsa, xotiniga shuni olib bersa bo'ladi. Faqat ishga borib keladi, bo'ldi. Qaytib keladi, bozor qilib keladi. Bo'ldi, boshqa nima uchun ishlatilishi mumkin? Bitta quvvatlantirganlarda 200 km deyapti, 200 km yurmaydi, hayotda 150 yursa ham katta gap.
qaranglar. O katta joydan burilmayman. Ana katta hamma mashinalar odatda mana kichkina joydan qaranglar. Biz mana shuning uchun sotib olganman bu mashinani bu. Lekin oradan o'tib, sekin bunday qilib, keyin manaqa kichkina joylarga ham qo'rqmasdan burilib, mana oraga kirib, yoritish tizimi ham yomon emas. Xohlagan yoritish tizimiga mana bunaqa joylardan yurib, mana keyin yana bu yoqlarga kirib, chaqqongina. Bozor ichida ham haydasanglar bo'lar ekan, olib borib. Bozor ichida ham haydab yursanglar bo'ladi. Ketdik mana. Peshovoddan o'tib ketardim-ku. Qo'yinglar endi. Odam yurmaydi. Ana. Emas mana tezlashimiz ham. Ancha-muncha mashinalardan tezlashimiz. Sip-sip o'ngga, sip-sip chapga. Bo'ldi, muammosiz. Ko'rinishi ham yaxshi. Konditsioner bor. Radio yo'q faqat. Endi maytga anaqa qo'yib, telefondan ulab, anetga spiker qo'yib olasizlar, telefonni ulab olasizlar. Bo'ldi, ashulani ham eshitib ketsa bo'ladi, YouTube ham ko'rib ketsa bo'ladi. Nima keragi bor? To'g'rimi? Voy, ana xotirjam yuribman borib. Ana tashqarida tirbandlikni ham o'ylamayapman. Bemalol yetib olaman degan hissi borda. Qanaqadir jab bo'lmay qolsa, mana qarasanglar tirbandmi shunday trotuarga ham haydab ketaverar ekansizlar bu mashinani. Anaqaga o'xshaydi, eni buni mashina bor, yuk tashiydigan nima edi, laboga o'xshaydi. Bemalol xotirjam yuradi-yu ham, qisilib u yoqqa o'tadi, qisilib bu yoqqa o'tadi. Shunaqa. Hammada anaqa, hamma e'tibor bilan qarayapti mashinaga borib. Yuziga tabassum ulashmoqda. Haqiqatan ham bolangiz deydi bu borib. 3 yoshli, 4 yoshli bolangiz bo'ladi, kichkinagina. O'sha buzoqcha dedim, bo'zak deydi bizda yoki babachaq deydi. Shunaqa. Bilatim eshitmayapti orqasidan kelayotganligini. Ana qizlar ham e'tiborini tortdi, qarab qo'ydi. Qo'shing birata. Ketdik. Keyin yurasizlar mashinani olib. Cho'chimayman lekin borib qayerga ana hayolimda qayerga parkovka qilaman yoki tirband bo'lsanchi degan bir anaqa yo'q. Bu joy bor, любой. Har qanaqasiga bu mashina uchun joy bor. Har qanaqasiga. Xotirjam yurar ekansiz bor. Joy ham muammo emas. Shap-mashitga ham qo'yib ketaverasiz. Nimadir qilsa, ko'tarib olib qo'yishaveradi yo'q yoqqa. Shunaqa ajoyib. Orqamda Sigul kelyapti. Unga yo'l bermaymiz. Keyin yana nimaga e'tibor berdim? Minuslardan mana bu elektr simlarga e'tibor berdilar. Mana ochiq turibdi. Nimadir ilashib buzilib ketsa yomon bo'lishi mumkin. Va elektromotorini qaranglar, mana orqada turibdi. Mana. Ochiq qilinganligi. Nimadir bilan himoya qilinmagan ekan demoqchiman-da. Bunday qilsak ko'rinadi. Burada orqa tartsoylik ko'rinyapti, yonida oq elektromotorida. Shunaqa minuslari ham bor. Keyingi pluslardan mashinani pulti mana. Shu mashinani ochasizlar. Ochib start stop yo'q demoqchiman-da mana. Ochdik. Mana mashina yondi. Bo'ldi. D ga qo'yasizlar, haydab ketaverasizlar. Qo'ltig'ingizdan chiqarib. Endi bu ham kichkina plusda endi. Yopasizlar. Bo'ldi, mashinani yopsam, o'chadi. Bo'ldi, ketdim ishimga. Shunaqa. Endi minusi deb nimani tushunishingiz mumkin? Minus deb bu mashinani shu hamma joyi plastik ishlatilganligi, bu qattiq issiqda o'zidan kimyoviy moddalar chiqarishi. Xo'p, ikkinchi minusini deb bildim shu orqa yukxonasi. Orqa yukxonasini ochganinglarda ana buni, ya'ni tishini juda ham tashqariga qilib qo'yganligi har safar boshinglarni urib yuborishinglar mumkin. Va qolgan minusini deyarli sezmadim. Ya'ni endi mana shu eshiklarda foydalanilgan rezinkasini uncha qalin emasligi. Endi bo'ldi, bu mashinani narxi arzon, bundan qanaqadir katta minuslar ham qidirib topa olmaysizda. Demoqchiman, ko'z yumadigan minuslarni. Endi pluslariga keladigan bo'lsak, bunaqa kichkina mashina uchun
Sparktronic sensorlar qo'yilganligi, juda ham yaxshi emotsiya bag'ishlashi, oldida joyda kengligi, ya'ni ikkita odam bemalol sig'adi, orqada ham ikkita yosh bola ham bemalol keta oladi. Va aytib o'tdim, mana shu minuslardan o'sha oynaga yosh bolalarga xalaqit berish, ya'ni tashqari unchalik tomosha qila olmaydi. Shunaqa minuslari bor endi. Ajoyib. Hamma videoga oldi, rasmga oldi bu mashinani. Emotsiya bag'ishlaydi. Agar buni rasmlarni qo'yib ketaman, sportga yondashilganlari ham bor ekan. Orqalariga spoiler qo'yilgan, qizil, qanaqadir. Agar unaqalar bo'ladigan bo'lsa, faqat ko'chada sizni tomosha qilishadi, bor-ku. Hamma ko'ziga tashlanib turasiz. Endi bu mashinani ham o'ziga yarasha ishqibozlari bor. O'shaqa odamlar sotib olsa kerak bu mashinani. O'zimga ham yoqdi. Agar ishga borib keladigan bo'lsam, qaytishda bozor qilib keladigan bo'lsam, o'g'lim bog'chaga borib keladigan bo'lsam, bu mashinadan ideal variant yo'q. Trotuarlardan ham ketaverasiz agar yo'llar tirband bo'ladigan bo'lsa. Shunaqa mashinada endi. Yonlariga tushib olib, skuterga o'xshab. Ajoyib. Kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, keyingi videolarda uchrashguncha xayr.